Sunnatiga umuman fotografiya sohasida ko'p pul berishga tayyor bo'ladigan klientlarni qayerdan qidirsa bo'ladi. Любой sohaga masalan daromad orqasidan kiradigan bo'lsa, u sohada hech qachon o'smaydi, o'smagan ham. Boy insonlarni rasmga olmoqchimisiz? Ya'ni o'sha boy insonlar bilan ishlamoqchimisiz? Siz boy insonlar orasida bo'lishingiz kerak. 15 tacha qiz turib oladi, telefonga rasmga oladi, fotograf bir chetda turadi. Okey, shu to'g'rimi endi? Asab. Hozir to'ylarni mobilograflar bosib oldi, okey. To'g'risida. Bittasi tanishib mobilografga oldirib oldi to'yini, okey. Menimcha yaxshi operator bu любой kameraga tushib ketib moslasha oladigan operator bo'lsa kerak menimcha. Ular har doim o'z ustida ishlaydi va shuni harakat qiladiki, men bu telefonda syomka qilayotgan odamlarning kadrlari qila olmasin deydi-da, aytsam. O'sha telefonda qila olmaydi-da, okey, u narsani masalan. Prosta klientlar ozgina bo'lsa ham fotograflarni, videograflarni tushunishga harakat qilamiz. O'sha o'xshash, juda ham o'xshash. O'zbekistonda maqsadlar bir xil, juda ham bir xil aka. Assalomu alaykum, video suhbat obunachilari yokida video suhbat kanalini ko'rayotgan tinglovchilar. Xullas, video suhbat kanali yaqinda ochildi. Bu ikkinchi podkast. Ya'ni birinchi navbatda video suhbat kanali nima? U nima uchun ochilgan? O'sha haqida ozgina qisqa gapirib o'taman. Video suhbat kanali bu O'zbekistondagi videografiya, fotografiya sohasini rivojlantirish uchun, ya'ni bu suhbatni ko'rgan odamlar, shu sohaga qiziqayotgan yoshlarni ozgina bo'lsa ham bilimini oshirish, ya'ni shu kungacha masalan 5-6 yillik tajribaga ega fotograflar, videograflar haqida ma'lumotlarga ega bo'lish. Bizani podkastlarga kelayotgan fotograflar, videograflar kecha chiqqan odamlar emas. Bular necha yildan beri shu sohada ishlab kelayotgan, o'zini ustasi bo'lib kelayotgan insonlar, fotograflar, videograflar hisoblanadi. Buni ko'rgan, ya'ni bu sohaga qiziqayotgan yoshlar albatta o'ziga ozgina bo'lsa ham manfaat oladi degan umiddamiz. Xo'p, video suhbat podkastini birinchi soni esingizda bo'lsa Hakimjanov videografi bilan olgan edik. Endi ikkinchi soni ozgina fotografiyaga burdik. Ikkinchi sonini fotoga qiziqadigan, umuman rasmga olish, fotograf kim, ya'ni fotografiya nimani orqasidan, ya'ni nima orqali vujudga keladi, ya'ni yaratilinadi, shu haqida gaplashib o'tamiz. Bugungi mehmonimiz video suhbat kanali, video suhbat podkasti mehmoni Sunnat aka, fotograf. So'rashib olasiz. Assalomu alaykum hammaga. Video suhbat proyekti asoschilariga taklif qilganingiz uchun juda ham minnatdorman va ahamiyat berib shunchalik maqtayapsiz. Shu ancha yillik o'zim xursand bo'ldim. Okey. Xo'p, kattagon rahmat taklif qilganingiz uchun va anchadan beri o'zi proyektlarni kuzatib boryapman va juda ham yoqdi. То есть именно shu bizani sohaga bo'lgan qiziqishlar bo'lgani uchun va именно o'shani bizani sohadagi o'sha направленияларni masalan olib chiqib kelajakda masalan agar foydasi tegadigan masalan maslahatlar gaplashadigan bo'lsangiz, hech kim ko'p gapiravermaydi. Istashimiz joyida bor. Chunki boshlanishga bo'ladi. Xo'p, Sunnat aka fotograf, fotografiya sohasida ishlaysiz. Masalan, o'zingiz haqingizda gapirib bering. Necha yildan beri ishlaysiz? Shu haqida ikki og'iz. Xo'p, ismingiz, familiyangiz, o'zingizni tanishtiring ozgina. Assalomu alaykum hammaga. Shu proyekt video podkast proyektini tomoshabinlariga. Otim Sunnat, familiyam Saidazov. Instagramda Sunnat Saidazov fotografi. Xo'p, bu yerda anaqa bo'ladi, nik qo'yadi xudo xolasa. Xo'p, endi bu sohaga kelishimni boshlaydigan bo'lsak, bundan menimcha adashmasam 5-6-sinflarda birinchi pul topishga qiziqib, nima ish qilsam ekan degan savol bo'lgan. Ko'pincha o'zi boshida 4-sinfdan iloji boricha o'shani yoshlikdan ozgincha sal chaqqonroq, shustriroq deydi-yu, pul topish uchun qiziqadigan va joyida o'tirmaydigan bola bo'lganmiz. O'sha narsani masalan monetizatsiya qilish niyatida uydagilar meni o'shani mahallamizda to'yxona bo'lardi. Endi yosh bolaman, ko'p joyga olmasdi ishga olmasdi. Mahallamizda shu to'yxona bo'lardi. O'sha to'yxonaga berishgan meni, как официант qilib.
Ofitsiant bo'lib. Ha, boshida boshlangan. U где-то endi 2017-2016 bo'ladigan Yillarda. bo'lsa. И o'sha yerda shu ish faoliyatimni boshlaganman. То есть faoliyatim qanaqa o'sha o'qishdan keyin borardim bir xilda, masalan, o'qishim bo'lmagan payt yakshanba kunlari chiqardi, osham o'sha to'y ham xullas to'y sistemasiga, to'y sohasiga kirishim именно o'sha ofitsiantchilikdan boshlandi desam ham bo'ladi. Xo'p, keyin u yoqda bir 2 oymi 3 oy ishladim. To'g'rirog'i o'sha tushunib yetdim, что прям katta hayotga masalan qadam bosdim desam ham bo'ladi. И именно shu sohaga qanaqa kirib ketgan bu desak, masalan, o'sha vaqtli bo'lardi. Biz ertalab kelardik to'yxonada soat 11 dan kechqurun soat 12, 1 bir xilda 2 larda ham ketardik-da. Lekin olayotgan daromadimiz, ya'ni topayotgan pulimiz endi o'sha paytda balkim yaxshidir. Menimcha hozir ham o'sha payt ham menimcha katta bo'lmagan. O'sha payt esimda bor 25 ming 30 ming ishlardik-da to'yxonada. Da. Paytda o'zi shunaqa edi o'zi narxlar. Da. И topayotgan pulim yetmaganmi bilmayman, ish qilib xullas sal boshqa anaqaga harakat qilishni boshladim-da. То есть boshqa направлениyalarda masalan ish qidirishni boshladim. Pul yetmaganida. Ha. И shunaqa bo'lyaptiki, o'sha to'yxonaga bilsangiz o'zi to'y bo'lyapti, masalan, to'y tugayapti. И ahamiyat berib tursam, to'yxonaga keladigan masalan artistlar bor, оформлениyachilar bor, и fotograf, videochilar bor-da. И sekin qarab ahamiyat berib tursam, o'sha fotograflar to'y boshlanishi bilan kelyapti, и to'y tugashdan oldin masalan biz endi to'y tugagandan keyin ham masalan qolib ishlab yig'ishtiramiz-da. Ha, fotograflar esa to'y tugashi bilan сразу ketaveryapti-da. И я такой думаю, блин, zo'r o'dimman-da, что-то vaqtli ketyapti, o'sha narsaga qiziqyapman. И примерно sekin surishtirsam qancha pul topishadi. O'sha paytda masalan 2017 emas, o'sha 2018 larda adashmasam, 2018 lar sekin surishtirsam, fotograflar, videograflar o'sha $50, $60 pul topar ekanda. Eshitdim, shunaqa pul topsa bo'ladimi deyapman-da. Men 25 mingga ishlayotgan ertalabdan kechgacha bola shunaqa pullarni eshitgandan keyin jini bo'lib qolman. Da. И всё deyapman, men shu sohaga kirishim kerak, короче. Nima qilsam, nima bo'lsa ham shu sohaga kiraman, shu sohada ishlab ko'raman. Ya'ni pul uchun kirgansiz. Boshida pulga qiziqqanman. Juda ham, chunki aytayman-ku, biz endi oilada ko'pchilik bo'lganimiz hisobiga hamma o'zi uchun o'zi nima deydi, hayot uchun kurashadi demoqchiman-da. Bo'lgan endi demoqchi. Shu hayot uchun kurashadi. Bo'lgan. И shunaqa bo'lyaptiki, tanishim, ya'ni meni ammam o'g'li, ammam emas, даже shu amakimning o'g'li shu sohada ishlayotganini bilib qolganman-da. И bir kun bo'lyapti, biz o'sha qarindoshimiz to'yiga boryapmiz. И o'sha qarindoshimni ko'rib qolganman, akamni, meni ustozim, birinchi ustozim, Otabek aka degan odam. O'sha odam meni xullas o'sha odam fotografligini bilib qolganman-da. И shunaqa bo'lyaptiki, to'yda endi u paytlar bilsangiz kerak, zontik bo'lardi. Zontik ko'tarib chiroq ustasi deydi. Bizda endi bizani operatorskiy tilda texnik deydi. Yordamchi. И shunaqa bo'lyaptiki, men o'sha odamning oldiga boryapman, aytayapman, "Aka, men sizga qarashib o'rish kerak emasmi? Masalan, bu narsa qilishib o'rish kerak emasmi? Yoningizda yursam, o'rgatsangiz." Deyapman. Yo, endi o'rgatsangiz emas. Endi imенно o'sha kuni men o'sha narsani masalan o'sha plan qo'ydim, maqsad qo'ydim. Bo'ldi, men shu sohaga kiraman deyapman. И shunaqa bo'lyaptiki, hayot taqozosi bilan men o'sha odamni uchratyapman. И maqsadim bor, imенно shu sohaga kirish. И o'sha sohaga kirish maqsadim bo'lgani uchun o'sha odam bilan uchrashyapman-da, и o'sha narsani masalan ichidan ko'rayapman-da. То есть o'sha odam oldiga kiryapman, kelyapman, aka deyapman, iloji bormi? Men siz bilan bugun yordamchi bo'lib ishlasam. Nimadir qilish kerakmi? То есть yordam berib yuboraymi deyapman-da. Ular aytayotdilar-da, muammo yo'q deyaptilar. Shu men zontigimni ko'tarib yurasan, qarashib qo'yib turasan. То есть kun bo'yi ular bilan yuribman, qarashib, то есть o'zimizni qarindosh to'yi. И shunaqa bo'lyaptiki, kunning oxiriga prям yaxshi ishladik. То есть ular ham довольны, men ham довольныйman.
oldilari kelyapman, aka deyapman, iloji bormi masalan shu yonligiga shogird bo'lib tushib olsam deyapman. Ular aytayaptilar, yo'q, muammo yo'q deyaptilar. Всё, давай deyaptilar. Qachon vaqting bor deyaptilar. То есть men aytayapman, farqi yo'q deyapman. Chaqirsangiz bo'ldi, kelaveraman aka deyapman. Shunaqa bo'lyapti. Oradan ozgincha vaqt o'tgandan keyin telefon bo'lyapti, chaqiryaptilar, bular bilan ishlashni boshlayapman. То есть где-то, наверное, 1 yilmidi, yarim yilmidi, xullas boshida bu sohaga kirishim sababi o'sha pul bo'lgan hisobiga yarim yilmi, yarim yildan ko'proq даже 1 yil menimcha adashmasam shu texnik bo'lib yurdim-da oldinlarda. Ular aytayaptilar, то есть meni oldimda yurasan, то есть biz senga daromad, то есть katta pul bermaymiz. Sen chunki bizning oldimizga nima kiryapsan? Pul topish uchun emas, o'rganish uchun. U paytda Bavram o'zi shunaqa edi-da, shogird tushish, o'rganish. U paytda kurslar yo'q edi, u paytda hech kim ya'ni o'rgataman deb olmasdi-da. Masalan, o'sha 2016-2017 yillarni aytsak, hamma to'ydan boshlardi, shogird tushardi, даже umuman bir kunda ertalabdan kechgacha yursa ham pul topmasa ham yuraverardi o'rganish uchun. Uje mana hozirga taqqoslaydigan bo'lsak, uje kurslar ko'payib ketdi, telefonda syomkalar ko'payib ketdi, вообще-то. Mana hozir imенно sizda shunda olib etsak 2018-yildan beri boshladingizmi? 2016. 16 dan beri. Endi imенно 2016, 2017 desam bo'ladi. 2017 bo'lsa, где-то 7 yil bo'ldi tajribangizga. 7 yildan beri fotografsiz, imенно mana shu sohada. Endi fotograf desam, masalan, qanaqa? U yerda aytaman, hozir imенно ключевой momentga kelyapmizki, biz o'sha yarim yil yo'llarda yuribman. Yarim yil yo'llarda yuribman, o'sha pul sababli. То есть ko'pchilik shu pulga qiziqib kirganlar daromad orqasidan shu quvib qoladi-da. То есть daromad. Faqat men yerda pul topish bo'lyapti-da. Tushunasizmi? O'sha katta muammo-da. Odam masalan nimadir o'rganmoqchi bo'lsa, orqasidan uni daromad qiziqtirsa, faqat daromad uchun kiradigan bo'lsa, любой sohaga, okay? Любой sohaga masalan daromad orqasidan kiradigan bo'lsa, u sohada hech qachon o'smaydi, o'smagan ham. O'sha masalan maqsadiga yetsa ham u odam hech qachon manfaat ko'rmaydi. Ya'ni, masalan, bilasizmi, maza qilasiz-ku. U maza qilmaydi-da hech qachon, okay? Xuddi imенно media sohasida, imенно o'zi media emas, okay, любой sohada. Любой sohada, masalan, narkoman, masalan, deylik, endi gapirsa bo'ladimi, gapirsa bo'lmaydimi? Oddiy misol, nasha kelib masalan kayf qiladi-yu. Xuddi shunaqa. Agar odam maqsadsiz masalan nimadir, masalan, pul orqasidan yoki maqsadi pul bo'ladigan bo'lsa, imенно bilmadim, endi agar faqat pul topish uchun ishlaydigan bo'lsa, menimcha hayot qiziq qolmay qoladi-da. Odam o'zi o'sha ishdan mazza qilmasa. To'g'ri. O'shaning uchun. То есть ovqat yeyapsiz, siz o'zingiz mazza qilmayapsiz. То есть hayotdan lavz olishda, nima deydi, dopamin deydimi? Dopamin tanani ishlab chiqarmaydi-da. То есть qildingiz, то есть просто mazza qilish kerak odam. Конечно, shunda o'sish bo'ladi. O'zini sohasidan albatta mazza qilib olish kerak, ya'ni mazza qilib ishlash kerak. Imенно mana shu narsani men o'zimizdan sohada shu narsani bo'lish kerak deb tushunaman. Ya'ni o'sha fotograf bo'ladimi, videograf bo'ladimi, ishidan mazza qilmasa, o'zi qilgan mehnatidan kayf olmasa, ishlay olmaydi. Albatta, aka. Va yana aytaman-ku, любой sohada, masalan, men o'zim ham boshida ko'p bunaqalarda ishlab ko'rganman-da. Ya'ni направлениyalarda kerak bo'lsa treyderlik sohasida ham ishlab ko'rganman, sotuv menejeri bo'lib ishlab ko'rganman. Undan keyinmi fotograf? Hozir aytib beraman-da. Endi imенно hayot davomida-da. Masalan, hozir 24 yosh bo'lsam, shu 24 yil umrimda juda ham ko'p sohalarga boshqa suqib ko'rganman, demoqchiman-da. Shu narsani tushundimki, inson hayotdan maqsadi shunaqa bo'lishi kerakki, hayotda maqsad uydagi ishlar yoki nima desam bo'ladi, pul topish, uy qurish, mashina olish, qora jentira minish, unaqa bo'lish kerak emas. Hayotda maqsad shunaqa bo'lish kerakki, hayot o'zi shunaqa zamon, shunaqa vaqtki, u juda ham tez o'tadi-da, aka o'zi. Iloji boricha hayotdan unumli. Ya'ni unumli deganda qanaqa? Masalan, kech qarib bo'lganingizda, qarib masalan, o'sha ko'zingizni yumib bitta ko'zingizni ochsangiz, o'sha 80 yoshsizda, o'sha umringiz qolgan bo'lsa 2 kun 3 kun qolgan. Shunaqa umr yashab o'tish kerakki, чтобы ertaga masalan o'tirganingizda mana qilsam bo'lardi. Ana qilsam bo'lardi. Ana qilsam bo'lardi deb o'tirish aslanish.
Albatta, albatta, albatta. Men tasavvur qiling, men zo'r bitta psixolog og'aynim bor-da. Psixolog og'aynim bir kun menga bitta nima desam bo'ladi? U fokus deydimi, fokus emas, u как eksperiment deydi-da. Eksperiment o'rgatib qo'ydi. Tasavvur qiling, mana ko'zingizni yumib olasiz. Tasavvur qiling. Siz o'zingizni bir 80 yoki 90 yosh deb o'ylang-da. Представлять qiling. Представлять qiling, o'shani больницада yotibsiz, ko'zingizni yumib, siz 70 yoshsiz. Miyangizda shu narsani masalan ishontirishingiz kerak-da. Ko'zingizni yumib ishontiryapsiz, siz 70 yoshsiz yoki 70 yoki 80 yoki 100 deylik, mayli. Odam 100 yoshgacha yashaydi maksimum. 100 yosh deb yotibsiz-da, mana ko'zingizni yumib olasiz-da. Представлять qiling, sizni nevarangizmi yoki nevara qiz bola nevarangizmi, o'g'il bola nevarasi yugurib kelyapti-da oldingizga. Ketdi, hayotda maqsadingizni so'rayapti-da. Keyin siz o'sha nevarangizga aytishingiz kerak. Masalan, sizdan so'rayapti. Mana hayotingiz tugadi. Nima ishlar qilgan bo'lardingiz? Ya'ni nima ishlar qilishga ulgurmadingiz? Nima ishlar qilgan bo'lardingiz? Hayotingiz orqaga qaytsa, desa. Keyin hayot tugayapti-ku, deyapti-da. To есть shunaqa eksperiment. Hayot tugadi-ku, o'sha bo'ldi, o'sha orqaga yo'l yo'q. Deyapti-da, keyin ko'zingizni oching, bo'ldi, qaytasiz, yosh bo'lib qolasiz yana, deyapti. Takoy ko'zingizni ochib olasiz, siz представлять qilasiz. To есть o'sha narsa shunaqa bo'lishi kerakki, o'shanda masalan, o'sha qo'yayotgan maqsadlaringiz ham plus-minus realistichniroq, sizni o'zingiz maqsadingiz bo'ladi-da. Chunki ko'pchilik odam ahamiyat berdim, birovlarning maqsadini o'ziniki qilib oladi-da. To есть u insonga bu narsa masalan bu narsa yoki masalan bu narsa kerak emas-da. Hayot davomida umuman foydasi bo'lmaydi. Lekin o'sha kimdandir ko'rgan, kimdandir eshitgan yoki qayerdadir ko'rib qolgan, o'sha narsani o'zigini maqsadi qilib olganda, tushunasizmi? To есть bizning odamlar shunaqa bo'lib qolganki, shunchalik что o'zini fikri yo'q, o'zini maqsadlari yo'q-da. O'sha o'xshash, juda ham o'xshash. O'zbekistonda maqsadlar bir xil, juda ham bir xil aka. Juda ham bir xil. Shu muammo deb o'ylayman. Endi o'zimizda boyaga gaplashayotgan temamizga qaytadigan bo'lsak, o'sha pul masalasida, ya'ni videografiya, fotografiya, неважно, nima bilan shug'ullanmagan taqdiringizda agar pul orqasidan kiradigan bo'lsangiz, oddiy maqsadingiz, u narsada masalan o'sish bo'lmaydi hech qachon. Chunki maqsadingiz o'zingiz o'ylang, mana masalan, siz pul topish uchun masalan videografiyaga kirdingiz. Masalan, qanaqa bo'lyapti? Masalan, kiryapsiz, pul topyapsiz. Все, то есть дальше что? Все, mana shu joyda qotdingiz-da, aka. O'sish bo'lmaydi shunda. O'sish bo'lmaydi. Ya'niki, masalan, oddiy misol qarang. Oddiy misol Toshkent bo'yicha operatorskiy. Operatorskiy deganda endi ko'pchilik masalan o'sha ko'rayotgan odamlar tushunsa kerak. Operatorskiy masalan syomkaga chiqib beradi. Ha, syomkaga masalan siz zakaz oldingiz, to'y oldingiz. Hop. To'y oldingiz, siz masalan bitta kamerali emas, ikkita kamerali to'y oldingiz. Uchta kamera, mayli ikkita kamera, bitta foto to'y olaylik. O'rtacha narx hozir qanaqa aka bozorda? Qani ayting menga. 400, 500? Yo, tushunmadingiz. Masalan, operatorskiy deylik. Ha, operatorskiy. Daromad o'rtacha narx qancha bo'ladi? Operator o'zi chiqishi to'yga. Deylik 50 dan boshlansin. 50 deylik. Oka, 50 dan boshlanadi, 50 da to'xtaydi. 50 dan boshlanadi, 50 dan to'xtaydi, oka. Ya'ni pul uchun chiqsangiz. Shu-da. Da, oka. Agar o'zingiz ishlab, qanaqadir o'sha boshqalardan boshqacha ola olsangiz, o'sha qanaqadir tajribangiz bilan olishyapti bo'ldi. Bir kun $100, $80. Muammo yo'q. O'sha nima uchun olyapti? O'zini ustida ishlagani uchun. Nima uchun? O'sha aytayman-ku. Maqsad pul emas-da, tushunasizmi? Chunki maqsad u daromad, to есть u maqsad qo'yyaptiki, o'sha masalan kasbni bo'lay detalni o'rganaman, ya'ni o'saman shu sohada o'syapman, dars masalan urovingga chiqyapti, mana cheki o'zi avtomatik oshyapti-da, aka. Tushunasizmi? U muammo emas. To есть pulni bir xil aytadi, ko'chada masalan unaqa hozir hech kim pul bermaydi. O'zbeklar umuman narxlar klientlar, короче, unaqa pulga rozi bo'lmayapti, qochib ketyapti, tushunasizmi? Sen shunaqa qilginki. Hozir to есть shunaqa zamon bo'lib qoldi, aka, hamma narsada marketing gapiryapti-da. Hamma narsa marketing. Ya'ni marketing deganda nima? To есть hozir shunaqa zamon bo'lib qoldiki, masalan siz yaxshi kачественный produkt qilyapsiz. Xo'p. O'sha produktni reklama qilmasangiz sota olmaysiz, aka. To есть hech kim bilmaydi, hech kim olmaydi ham bu narsani. Hech kim kerak emas. Xuddi oddiy misol
nima deylik, fotograflik jihatdan aytib gapiring shu narsani. fotograflik sifatidan olamiz. Mana men sizga o'sha aytgandek boya keltirgan misolim, oddiy misol, bizda Toshkentda kuniga $1000, $2000 pul oladigan fotograflar bor-da. Bor-da. Kuniga $1000 olib ketadi, Da. Men o'zim endi men o'zim cheklarni ochmayman. Da. Endi aytmoqchi bo'lganim, boyaga aytgan narsam bor, masalan. Operatorskiy deylik. Hech qanaqasi yo'q, o'smagan. То есть operatorskiyga masalan men siz shogirtingizni ham chaqira olaman-da, sizni ham chaqira olaman operatorskiy deb. То есть siz masalan sizni aqlingiz yetadi, o'sha operatorskiy bo'lib как chiqib bitta fotoapparatni arendaga olib masalan chiqib borib rasmga olib berish operatorskiy. Oddiy olib bering, deyman, $50 beraman. $50 masalan men sizdan keyin siz ish qilib bo'lganingizdan keyin men sizdan so'ramayman-da, men kadr qani, u qanaqa kadr, то есть уже мне кажется неуместно будет. Ya'ni joyi bo'lmaydi. Shu masalan men to'layotgan pulimga yarasha masalan sizdan so'rayman-da keyin. Lekin masalan $1000 pul topadi. Nima uchun pul topadi? O'sha qilgani uchun, mehnati uchun, o'zini личный brendi uchun и masalan o'sha $1000 ga yarasha masalan keyin ertaga spros bo'ladi-da. Ya'ni bu yerda baribir birinchidan tajriba yotadi, ikkinchidan haqiqatda marketing ham. Marketing yotadi. O'zini shaxsiy brendini ko'targani ham. Xo'p, kimlarni bilasiz masalan? Yaxshi fotograflardan. O'zbekistonda bormi shunaqa fotograf? Endi qo'lda sanasa ham bo'ladi. Menimcha endi Toshkent bo'yicha endi men o'zim taniganlarim uchun, men именно o'zim lichni ishlagan shu inson o'sha pul o'zini masalan qo'ygan narxiga stoyt deydigan insonlar juda ham ko'p. Endi men o'zim lichni ishlagan fotograflardan Xuddinali, Doniyor Sharipov, keyin yana kimlar bor? Hozir o'sha fotografiyadan dars o'tyaptilar. Umid aka, Yakubov, yana kim bor? Xo'p, qarang, o'zingiz uchun deylik kumir deylikmi yoki qanaqadir o'shaga o'xshash xohlaysiz? Qaysi biri? O'zbekistonlik fotograf. Kumir O'zbekistonda yo'qmi yoki? Yo'q, O'zbekistonda faqat to'g'riroq men hozir endi gapirsam sal ozgincha yo'q qolgandi, Svitani yo'q qolgandi deyshadi, lekin to'g'risi xafa bo'lmayman. Endi men ko'proq kino ko'rganim uchun, то есть men kino, именно amerikanskiy kinolarni yaxshi ko'raman. Именно o'sha hozirgi endi kinolar ham yaxshi, lekin именно 80-yil, 90-yillarning kinolari ko'proq yoqadi. Где там sizda bo'lsa masalan o'sha чтобы вы понимали, чтобы tushunishingiz uchun, Один дома deylik. O'sha yilda chiqqan bir yilda chiqqan kinolar ko'proq yoqadi menga. O'sha narsadan masalan ko'proq ilhom olaman. Ilhom olasiz. Ya'ni fotografiyaga bog'lisiz shu. O'zi o'sha aytganimdek, yana o'sha temaga qaytamiz. Ya'ni pul masalasi. То есть odam agar o'sha maqsadi pul bo'ladigan bo'lsa, u qiyin bo'ladi-da. Juda ham qiyin bo'ladi. Unga qiziqib bo'lmaydi, u qiziqolmaydi. Shunaqa bo'lyaptiki, o'sha yarim yil akamlarning yonida shogird bo'lib yuribman. Pul masalasi, то есть pul topilmayapti, то есть qiziqish bo'lmayapti-da. Pul qiziqish bo'lmayapti demoqchiman. O'sha akamlarning yonida yuribman, pul uchun kirganman. Uje qoniqmayapsiz, pul topmayapsiz chunki. Da. Vaqt bo'lib qoldi, yana qaytyapman. Ozgincha dam oldim, то есть chiqib ketdim-da fotograflikdan. O'sha aytolman-ku, o'sha maqsad pul bo'lib qoldi-da. Maqsad pul bo'lib qolgan hisobiga ko'pga bormadim. Uzoq yarim yil yurdim, qarasam pul topilmayapti. То есть men eshitgan pullar yo'q. Men o'yladim, bunaqa pul bo'lmasa kerak edi. То есть $50 qatdi, menga hech kim pul bermayapti masalan. Unaqa pul yo'q deb o'yladim-da. Endi menga to'g'ri tushuntirishdi, masalan, sen ishlaganingga yarasha pul olasan. То есть ishlagan ishlaydi. Просто tak masalan zonti ko'tarib yursang, seni almashtirib qo'yishadi. То есть shunaqa bo'lyaptiki, ozgincha vaqt dam olyapman yana shu ozgincha уже kollejga o'tyapman. Kollejda уже ozgincha yana bo'sh vaqtim ko'proq bo'lib qolyapti-da, yana qaytishmoqchi bo'laman. O'zi qiziqishingiz bo'lganmi o'sha paytda? Endi qaytishimda, ikkinchi marta qaytishimda akamlarning yonida yurgan qaytishi. Ikkinchi marta qaytyapman, shunaqa bo'lyaptiki, yana o'sha daromad, qo'shimcha daromad orqasidan kiryapman. Bu safar shunaqa bo'lib qolyaptiki, men prям o'sha paytda masalan
takoy hozir nima desam bo'ladi? Endi o'shani ustozlarni oldiga kiryapman-da, shogird bo'lib. Da. Ularni oldida masalan svet ko'tarish, ya'ni o'shani svet qo'yish, kartinkalarni qo'yishni o'rganyapman. То есть ustozlarni oldida yurib, o'sha narsaga masalan mehrim ko'payyapti-da. Bu safar lekin kirganimda, ikkinchi marta kirganimda o'sha ijod qilinayotganini ko'rib, prям qiziqish tug'ilyapti-da. Qiziqishim oshib, imенно shunaqa bo'lib qoldiki, tushunib yetdimmi bilmayman. Shu ijod orqasidan masalan daromad qilayotganlarni ko'ryapman-da. Daromad ham masalan qanaqa? O'sha ishni o'ziga masalan tortishi, ya'ni o'sha proses, klient bilan gaplashish, klient bilan masalan ishlash, o'sha chiqayotgan masalan rasmlarni ko'rib men o'zim maza qilish voy. To'g'risi, masalan keyin olingan kadrlarni ko'rib, masalan neobычный masalan. Bu nechinchi yillik dedi? Bu xudo xolasa 2018, 2019 ham bo'ladi. 2019 уже ishlayapman. Ustozlar oldida yuribman, polniy. Уже sekin-sekin men ham o'zim ham chiqishni boshlayapman-da. То есть o'sha qiziqish bo'lgani hisobiga ko'proq masalan praktika ko'payyapti, chiroqlar bilan ishlashni o'rganyapman, tam ko'p faktorlar bo'lyaptiki, sekin-sekin men ham уже sekin-sekin уже olib chiqishyapti. То есть ishlayapman o'zim samoстоятельно syomkalarda. 2019 shu bilan 2019 o'qishga kirib qolganman. 2019 o'sha Rossiyskiy universitetga kirib qoldim va ya'ni Rossiyaga ketdingiz. Da, Rossiyaga ketyapman. Qachon ketdingiz? 2019da ketdingiz. 2019-yil avgust oyida o'sha как sezon avjiga olayotgan paytda men bilet olib, xayr O'zbekiston deb ketyapman. Bilishimiz bo'yicha Sunataga Rossiyada ham fotograflik qilganlar. Ya'ni Rossiyani bozori, umuman bunga yana hali to'xtalamiz, hali kiramiz. Davom etamiz. Sunataga Rossiyaga borganingizdan keyin nima bo'ldi? Xo'p, shunaqa bo'ldiki. O'qidingizmi yo fotograflik qildingizmi? Ya, 2019-yil shunaqa bo'lib qoldiki, 2019 o'zi bilasizlar, menimcha butun odamzod esida qoldi. 2019 Covid. 19 o'shani vabosi chiqdi. Xo'p. Da, shunaqa bo'lib qoldiki, o'sha men imенно o'qishga kirganim. Yopildimi o'qishga? O'qishga kirdim. Birinchi kurs birinchi semestr yarmini o'qidik. Shunda semestr yopdik ham. Bu yerdan o'shani Covid-19 deyishdi. Bo'ldi, anaqa karantinga yopamiz deyishdi. Shunaqa bo'lyaptiki, bo'ldi, karantinni to'xtatyapmiz. Biz o'shani yotoqxonadan chiqmaylar deyapti. Biz o'sha xonada o'tiramiz. Vaqtida masalan o'shani produktlarga chiqib qolamiz. Shunaqa bo'lib qoldiki, men endi bu sohada masalan O'zbekistonda, Toshkentda qilgan ishim faqat shu ofitsiantlik bilan fotografiya bo'lgan hisobiga shunaqa bo'lib qoldiki, shu o'tda internet bo'lib dostupniy bo'lgan hisobigami bilmayman yoki ko'proq o'sha hisob o'tirganim hisobiga masalan sekin-sekin o'shani YouTube'da kontent ko'rish yaxshi ko'rardim. Именно shu sohada ishlaganim hisobiga mana shu sohaga o'shani Rossiya bozorida, endi ruschani yaxshi bilaman. Rossiya bozorida nima bo'layotgani, imенно shu ruschada masalan o'shani obzor obzor kameralarning obzori, yangi chiqayotgan kameralarning obzori o'rgangansiz. Ko'proq o'sha paytlar masalan o'sha 2009da infobiznes deydimi, infobiznes avjiga olgan, bozor tug'ilgan imенно deylik. 2009-yil o'zi hamma narsa chiqdi-da, o'sha imенно karantindan keyin to'g'rirog'i-da. Karantin paytida imенно odamlar shu gaplashishni boshladi bir-biri bilan. O'sha hisobiga infobiznes kuchaygani uchun tug'ilgan hisobiga sekin-sekin o'sha reelslar, ya'ni o'sha vertikalniy variantlar chiqib qolyapti. O'sha reelslarda algoritmlar shunaqa beryapti. Top fishik, top 5 talik, top anaqa, top 3 talik, top 4 talik qilib shunaqa bo'lib, xullas videolar ko'payyapti, kontent ko'payyapti. Men o'sha kontentlarni ko'rishni boshlayapman. Sekin-sekin praktika qilishni boshlash kerak bo'lyapti-da. Shu sohada. Endi karantin bo'lgandan keyin endi sразу praktika qila olmadik, to'g'riroq yopiq bo'lib qoldi. 1-2 oy 3 oy o'tirgandan keyin nimalar oldingiz? Endi o'zi shundoq bo'ldi. Masalan, u yoqda kameram yo'q edi boshida. Endi u yerda arenda bizda masalan muammo emas-ku. Da, O'zbekistonda. U yoqda afsuski, u yerda unaqa
bemalol emas. Arendaga beradigan o'zi texnika bormi Rossiyada? Ha, endi arendaga olsangiz bo'ladi. Endi sizni faqat proyektingiz cheki Qoplash kerak. qoplash kerak-da. Chunki u yerda arendasi Qimmatmi? da bizda masalan hozir kamera u yoqda arendaga olishingiz uchun siz bizda masalan pasport bilan kelasiz, pasportingizni tashlab ketaverasiz, masalan olib ketaverasiz. Birinchi keladigan bo'lsangiz, u yerda masalan bitta kamerani pulni tashlab ketishingiz kerak bo'ladi-da, aka. Чтобы men aka shunaqa bo'lib qoldiki, shunaqa vaziyat, menga просто monopod kerak-da. Men monopod shunday kameramni qo'yib syomka qilishim kerak. Bitta odam gapirishi kerak, o'sha monopodni qo'yib turib. Aka, aytyapti, короче, bitta kamerani pulni tashlab ketasan deyapti-da. Men senga ishonmayman deyapti-da. Endi pasportim bor, xolos, sen pasportini tashiy. Ya'ni sen tam nimadir masalan endi yo'q, bitta kamerani pulni tashiysan, bo'lmasa bermayman deyapti. Kerak dedim, kerak emas dedim. Stol top qo'limdan. Qo'l podolda. Qo'l. Xullas, shunaqa bo'lyaptiki, 2019 infobiznes ko'payyapti. O'sha endi u yoqda ham masalan bitta og'aynim endi institutda birga o'qiydigan og'aynim shu narsaga qiziqar ekan. Sekin-sekin o'sha odam bilan, o'sha og'aynim bilan biz o'zimiz как production ochishni boshladik. Production ochishni boshladik. То есть, xo'sh. men taklif berdim. Videodami? Da, videodan. To Hop. есть, tushunib yetdimki, masalan, endi u yerda ham masalan spros bor-da, imенно videografga, fotografga. To'y sohasida ham masalan shunaqa qolmiz, 2019 emas, уже 2019 borgan bo'lsam, 2020 biza Romanov Production deb u yoqda o'zimizning Instagramimizni ochyapmiz, birinchi proyekt qilib. Shunaqa bo'lyapti, sekin-sekin men o'tdan, короче, uni ishlarini o'g'aman, o'zimning ishlarimni o'g'amiz, qo'yyapmiz. Qarasam, o'sha Instagramdan zakazlar kelyapti, aka. Bo'lmasam akkaunt почти нулевой-da. 200 tami, 400 ta anaqam bor, подписчикim bor. Shunaqa ishlar ekanki, u algoritmlar yaxshi ishlaydimi bilmayman yoki qo'yayotgan kadr kontentlarimiz yaxshimidi. Xullas shunaqa bo'ldi, sekin-sekin masalan o'sha sohaga kirdimda, Instagramda orqali zakazlar olishni boshladim-da. Tushunib yetdim. Toshkentda masalan unaqa bo'lmasdi-da. Endi bilmadim. Instagramdan zakaz olish qanaqa turib, endi ham sizda bo'lishingiz kerak yoki bir подписчикingiz kamida bir 14 ming 15 ming bo'lishi kerak. Men lekin o'sha paytda 200 ta подписчикim bo'lardi. 200 ta подписчикka masalan bilmayman, targetim yoqmaganman. Просто endi shunaqa bo'ldiki, men qilgan deyistvalarim xo'p, bozorni o'rganyapman. Qanaqaga? Masalan, u yerda ko'proq rol o'ynaydigan endi organizatorlar ведущийлар-da. То есть, masalan, u yerda ведущий yoki organizatorsiz masalan to'y qilinmaydi. Bizda masalan O'zbekistonda qanaqa bo'ladi? O'zbekistonda masalan kattalar chaqiriladi. Uyi kattalari, ya'ni adalar, oila yoki qanaqa bo'ladi to'y bo'ldi, davay. Ha, da. То есть, san nima? Rossiyada qanaqa? Rossiyada yoshlarni o'zi qiladi. То есть, Rossiyada qanaqa joylashgan? Rossiya bo'lay, европезированный bo'lgan hisobiga, endi Yevropa desa ham bo'ladi. U yoqda masalan to'y qilinadi, qarindosh urug' uchun emas. Yoki qo'ni qo'shni uchun yoki odamlarning gapi uchun emas, to'y qilinadi. Odamlar nima deydi? Indama gapirma, ko'tarma boshni, qatdan bo'lsa ham topish kerak to'yga, nima deydi qo'ni qo'shni. Odamlar nima deydi? Xo'p, keyin. Xullas, o'zi uchun qiladi. To'y qilganga yarasha masalan, u hech qachon masalan mamlaqa qilmasak bo'lmaydi. Qudalar nima deydi degan gap bo'lmaydi, aka. U yerda обязательно yoshlar o'zi o'rtoqlari. Da. Yoshlar обязательно, aka. U yerda masalan, u yerda yoshlar как бы aytadi, chunki men necha marta so'ragandim, nimaga unaqa katta to'y qilmaysizlar desam, nima kerak bor deydi. Undan ko'ra o'sha pulga masalan o'tga boramiz deydi. Chunki ularda обязательно-da, aka. То есть, aytmoqchi bo'lganimki, ularda обязательно to'ydan keyin qatgadir borish, sayohat bo'ladi. Обязательно. Asal oyi o'ldim deganda masalan ularda Rossiyada Qrim bor. Qora dengiz bilan murojaat qiladi. Sochi shahri bor. Ularning endi kurortli joyi bor-da. Обязательно o'ldim deganda prям chiqiladi. Обязательно chiqiladi, aka. Chunki yoshlar bir-biri bilan обязательно bir-biri bilan gaplashish kerak. To есть, endi katta hayotga qo'yiladi, ba'zi endi ответственность boshlanadi. O'shani hisobiga sal qanaqadir sal bemalolroq bo'lish uchun tayyor uchun. Xo'p, Rossiyada to'yda fotograflar qanaqa, masalan, bozori qanaqa, ularni ishlashi qanaqa, ertalabdan kechgacha ishlaydimi? Xo'p,
endi bozorga kirganimdan keyin imенно o'sha bozor deyapmiz, fotografiya deylik. Fotografiyada endi kommersiy imенно syomka deylik. Kommersiy syomka deylik. O'sha imенно kommersiy syomkada shunaqa bo'laki, u yoqda ishlashadi. U yoqda soatbay, to есть pul bizda masalan to'y mamincha, navkar mamincha, там допустим, утро невесты mamincha, challar mamincha, unaqa narsa yo'q. U yerda soatbay aka. Masalan, bizda shunaqa bo'lishi mumkinki, to'yga chaqirilgan odam masalan kerak bo'lsa 12, 13, 14 15 soat ham ishlab boradi-da. Vaqt kelsa. Endi ertalabdan masalan turishdan borib hisoblaydigan bo'lsak, o'tda unaqa emas-da. Okey, masalan, o'tda masalan syomkaga keldi. Xo'p. O'sha operator masalan rekka bosdimi, o'sha bo'ldi. O'shadan keyin o'sha timer hisoblanadi. Обязательно. Chunki u masalan 2 soatga olindimi? 2 soat deganda qanaqa? Soat 2 dan nechagacha? 4 gacha bo'lyapti, to'g'rimi? 2 soat. 2 soat bo'lyapti, to'g'rimi? Da, 4 gacha. 4 dan u yog'iga 1 sekundda o'tadigan bo'lsa, klient doполнительный klient to'lash kerak. Bizda ham shunaqa bo'lardi. Men o'sha yoqqa borib endi nimani o'rgandim? U yoqda обязательно masalan klient va fotograf bo'ladimi, videograf bo'ladimi? Обязательно anaqa bo'ladi, kelishuv bo'ladi, yozma kelishuv bo'ladi. Договор. Dogovor tuzishni o'rgandim. Dogovor tuzganda qanaqa o'sha imенно har bitta moment yoziladi-da. То есть klient bilan обязательно ko'rishiladi. Bizda ko'pchilik muammolari shunaqa bo'lyaptiki, endi понятное дело, agar ko'proq объем katta bo'lgani uchunmi, bir xilda biza klientlarni endi bizda ko'rdim. Ko'p videograflar, fotograflar o'zini klientini faqat to'y kuni ko'radi-da. To'y kuni tanishadi-da. Da, o'sha muammosi ham bo'ladi. Chunki o'sha klient oldiga kelganingizdan keyin o'sha u odamga to'g'ri keladigan pozirovka, u odamga keladigan to'g'ri keladigan postanovkani o'ylab topish juda ham xato deb o'ylayman-da. Chunki o'zi syomka qanaqa bo'lishi kerak? Syomka masalan siz kelishingiz kerak. Boriladi, o'rganiladi. Svet qo'yishni o'rganishingiz kerak-da masalan. Yo'q, ya'ni o'sha odamni sizlar qattidan olsa chiroyli chiqadi. O'shalarni boshdan tushunish kerak. Endi siz kino sohasida ishlagansiz, masalan, siz bilasizda, masalan, qanaqa qo'yiladi, masalan, kino qanaqa olinadi, okey, masalan, kino обязательно lokatsiyaga boriladi, o'rganiladi. O'sha bu mana ishlaydigan joyga kamera kelishdan oldin o'sha qayerdan nima olinishini bilinadi-da. То есть, chunki bu kamera kelgandan keyin, rekka bosgandan keyin emas. То есть, xuddi shunaqa bizda ham masalan shunaqa qilsa yo'lga qo'ysa bo'ladi, lekin bilmayman bizga nimaga qo'yilmayapti. Ularda shunaqada, обязательно Rossiya bozorida, endi вообще Yevropa bozorida, endi menimcha hamma Yevropa bozorida shunaqa, обязательно to'ydan oldin ko'rishiladi klientlar bilan. To'ydan oldin, ya'ni kuyov fotograf bilan gaplashdimi, ikkalasi to'ydan oldin ko'rishiladi. Ya'ni keyin kelishuv qiladi bir-biri bilan. Ha, qanaqa bo'ladi? Nechidan nechgacha ham. Polni hammasi gaplashib olinadi-da. Endi bizda ko'p zakazlar, endi zakaz deymizmi, o'shani to'ylar, ya'ni вообще syomkaga olinadiganlar, masalan, o'rta kaslarning ko'pligi hisobigami, balkim endi studiya bo'lishadi, endi ko'pincha masalan studiyaning kattalari gaplashiladi-da. Operator, imенно o'sha klient bilan ishlaydigan operator masalan u klient ko'rmaydi. O'sha katta muammomi deyman-da. Ko'rmagan ham. To'y kuni kelib ko'rishyapti. O'shani aytasiz. O'sha katta muammo-da, chunki bizda endi agar to'ydan oldin bitta ko'rish bo'lsa, ishoning, klientingiz masalan o'sha ikkita o'sha Paris, to'y kuni shunaqa tushib beradi, okey? Shunaqa tushib beradi. Xuddi tanishdi bir-biri bilan ancha yillik. Ha, albatta. Yoshlar bilan endi ishonib biz endi o'sha narsani yo'lga qo'yishimiz kerak deb hisoblayman. Chunki to'y ota-ona uchun emas, to'y qarindosh urug' yoki mahalla ko'y uchun emas, to'y o'zingiz uchun qilasiz. Ertaga masalan to'y qanaqa bo'lishi, qancha pul ishlatishi, qanaqa qatta sarflashishi, masalan, menimcha meni fikrim. Endi bilmayman, to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydi, men lekin shunaqa deb hisoblayman. Siz masalan o'zingiz hal qilishingiz kerak-da. Endi to'g'ri bir xilda ota-ona endi yordam beradi, ota-ona masalan maslahat beradi. Bir xil endi bizlarning ko'pincha oilalarda eshitilmaydi-da, yoshlar eshitilmaydi. Yoshlar deganda kelin bilan kuyov. Da, to есть ben uylantirib qo'yaman, o'sha o'zing dalish hal qilasan. Bu o'sha narsa yomon-da.
o'shani hisobiga. Endi fotografiyada imенно o'sha narsa nimaga katta rol o'ynaydi? Chunki agar klientlarning o'zi, ya'ni yoshlarning o'zi hal qiladigan bo'lsa, более ответственный как бы gaplashiladi. Ya'ni более ответственный deganda klient tushunadi nima uchun olayotgani и nima uchun bu narsa kerakligida. То есть o'shanda masalan bizda o'sha avtomatik sortirovka bo'lib ketadi. Kerakli. Bir xilda masalan shunaqa bo'ladiki, u odamga kerak emas-da. Kerak emas-da, lekin majburan gaplashib qo'yishadi. Fotograf bilan operator. Ha. И bu yerdan biz qiynalamiz. Tushib bermaydi, fotografga tushib bermaydi, operatorga tushib bermaydi. Bizga masalan bizga ham kerak emas. Qiyin-da, tushunasizmi? Biz masalan kelamiz, ana fikrlarda, ana miyalarda biz ana hozir ana qilamiz, mana qilamiz. Mana postanovka maza qilib ishlayman. Maza qilib ishlayman, kelasiz. Shunaqa. Mana xohlasang ham ol, xohlamasang ham ol. Da. Xohlasang 2 marta aylanib. Prosta klientlar ozgina bo'lsa ham fotograflarni, videograflarni tushunishga harakat qilamiz. Prosta birinchi o'rinda bizga kerak emas bu narsa. Fotografga kerak emas, operatorga kerak emas sizlarning to'yinglar. Prosta chiroyli chiqishi uchun, ya'ni bu narsani yana ham bir qanaqadir kreativ chiqishi uchun sizlar ham sababchisizlar, yaxshi tushib berishga, yaxshi postanovkalarga turib berishga. Bunda Sunnat akam aytayotgan gaplari kerak emasmi, qilmanglar. Da. Yoki fotograf masalan bir xilla bor, videoga tushish yoqtirmaydi-da. Da. Bir xilla bor, rasmga tushish yomon ko'radi. Shunaqa qiladigan bo'lsa masalan, chista bitta video operator chaqirib o'tgan yoshlarda masalan oldin ota-bobolarimiz, qanaqa ota-bobolarimiz, adalarimiz davrida qanaqa bo'lgan, bitta operator chaqirilgan. Bo'ldi. Da, u tam не надо было operator. Bormi bor? Bormi bor. Da, o'sha polni bitta yurgan, polni syomka qilib yuravergan bo'ldi. Bormi bor? Bor. То есть kerak emas-da. Hozir bizda shunaqa bo'lyaptiki, ko'proq bo'ladi, chiroyliroq bo'ladi deyiladi. Chiroyli bo'lgani uchun chiroyli bo'lish u bizadan emas, u sizlardan. То есть klient o'zidan bog'liq. Klient masalan tushib bermasa qatdan chiroyli bo'ladi? Biz anu kompyuterni masalan yaratib bera olmaymiz-ku, to'g'rimi? Qarang. Imенно shu fotografiya sohasida to'yda deylik, eng qiynalgan paytlaringiz bo'lganmi? Ulardan qanaqa chiqib ketgansiz? Xo'p, o'sha to'g'rirog'i o'sha pul masalasi bo'yicha endi yana o'sha pul masalasi deb qaytamiz. Yana pul masalasi. O'sha qiyinchilik, hamma muammo o'shanda bo'lar-da. Masalan, bu sohaga agar umuman qilayotgan ishingizdan masalan faqat bitta manfaat olaman desangiz, rivojlanmaysiz, o'smaysiz, o'z ustingizda ishlamaysiz-da. O'z ustingizda ishlamaganingiz uchun ham masalan o'sha muammolar kelib chiqadi. Oddiy misol, men o'sha zapis boshlanishdan oldin sizga kecha syomkadamiz. То есть men то есть kommersiya syomka, то есть o'shani to'y yoshroq operator chaqirilgan. То есть yoshroq operator deganda endi operator oddiy standartniy operator. Syomka nima edi, to'ymidi? To'y. Xo'p. Da, kelyapmiz. То есть endi odamlarda har doim har xil sharoit, klientlarda masalan har doim har xil sharoit bo'ladi-da. Da, uyligida. Joy ham masalan joylashuvli deylik, lokatsiya har doim har xil. Shunaqa bo'lyaptiki, klient o'sha video operatorga endi men vaqt bermayapman, kirib bemalol ishlab olish uchun. Kiryapti, u yerda sharoitni ko'rib, o'sha o'zini olgan syomkalari, ya'ni praktikada qilingan metodikalari ishlamasligini tushunyapti-da. То есть tam qorong'ida, xona takoy bitta 3 ga 4 xona. Bitta dona orqasidan оформление qilingan. То есть всё, то есть boshqa hech narsa yo'q. Tabiiy svetlar ta'min qilib bormi? Yo'q, oyna yo'q, hech narsa yo'q. Kvadrat просто bunker ichiga kirgandek bo'lib qoldi-da. Xo'sh. Shunaqa bo'lyaptiki, bo'ldi, aka dedim, syomka qiling, deyapman, kuzatyapman. Chunki yetyapman vaqtida, o'sha imonni boshlayotganimda, menda ham shunaqa bo'lardi-da, aka. Chunki odam do'dirash. Ya'ni kamera bilan faqat syomkada ko'rishadigan bizda kasallik bor-da. O'zbekistonda imенно shunaqa narsani sezdim. Aka, bitta gapda, to'g'risi, mana shu operatorlar bor-ku. Bir 85 deylik. 85 ta operatorni o'zini kamerasi yo'q-da, aka. Da. O'zini kamerasi yo'q. Nima uchun? Chunki shu xoda aytayapti, narx qimmat deyishdim, menga so'radim-da, masalan. Narx qimmat emas. Невыгодно. Любой operator menimcha kamera sotib olishga qurbi yetadi. Невыгодно. Yo'da ishlab yurgan bo'lsam, birinchi kameram olganman. Ya'ni kamera sotib olish kerak demoqchimisiz sizniki? Kamera. Yo'q, endi bitta narsada u narsa samaraligiya, ya'ni
o'z ustida ishlash, o'z ustida ishlamas masalan endi farqi yo'q, kamerasi bo'lmadi. Endi bu muammo emas. Menimcha yaxshi operator bu любой kameraga tushib ketib moslasha oladigan operator bo'lsa kerak menimcha. Yo, to'g'ri, aka. Endi prosta aytmoqchi bo'lganim, ko'pincha muammo shunaqa bo'lyaptiki, siz kamerani faqat syomkada ushlasangiz. То есть vaqt bo'lmasa uni настройка qilishga. Yo, именно u bilan do'stlashmasangiz qiyin-da, aka. То есть именно boshqa payt masalan siz o'sha klient oldiga kelganingizdan keyin eksperiment qila olmaysiz-ku, to'g'rimi? To'xtab tur. Chirog'ni bundoq qo'yib olay, chirog'ni bundoq qo'ysam yaxshi bo'larmikan? То есть siz o'sha narsani agar men prosta aytmoqchi bo'lganim, kamera bilan masalan klient oldiga borguncha masalan o'sha o'rtoq bo'lib oling. Klient bu siz o'sha fishkalarni bilib oling. Chiroq qo'yishni masalan, chiroq svet bilan ishlashni o'rganing, pozirovkalarni o'rganib oling. То есть praktikani klient oldiga borguncha qilib olish kerak. Qilib olish kerak. Xuddi o'sha narsa lokatsiya, mana o'sha предварительный встреча deylik. Предварительный встреча masalan yoshlar bilan ko'rishsangiz, o'sha zakazchik bilan ko'rishib gaplashib olsangiz, o'sha plus minus siz nima bo'lishini tushunasiz. Tushunib olasiz, unga nima qanaqa. Voy, aka, bunaqa bizda bor. Ko'p emas. Просто o'sha narsani yo'lga qo'yish kerak, и o'sha narsani обязательно qilish kerak-da. Chunki klientlar masalan Rossiyadagi to'ylarda klientlar обязательно yoshlar обязательно fotograf bilan, videograf bilan ko'rishadi. И ular bilan masalan dogovorimiz bo'ladi. Chunki yoshlar gaplashadi-yu. И ular yoshlar biladi, bu fotograf qanaqa ishlaydi. Uni ishi qanaqa. То есть fotograf ko'rgan, bilgan. Portfolio, masalan bizda klientlarga почти bilmayman endi 50% gami, balkim 65%, balkim 75%. Ish ko'rsatilmagan. То есть даже tanimaydi ham, tushunasizmi? Puli. Kim вообще qattiq. Farqi yo'q-da. Farqi yo'q. Shunaqa bo'lyapti-da, aka, shunaqa bo'lyapti. Bizda hozir portfolio deyiladi. Ba'zi klientlar sekin-sekin endi menimcha hozir Instagram rivojlanyapti. Biz ham shu narsaga qarab ketyapmiz. То есть Rossiyada shunaqa qilingan. То есть siz Instagramga ishingizni qo'yasiz, qilgan ishingizni, odamlarni o'zi tanlab oladi-da. То есть klientga bazangiz bor. Marketing. Xo'p, keyingi savolimiz bor. Texnologiyani rivojlanayotgani fotografiyaga ta'sirini so'ramoqchi edim. Ya'ni, xo'p, fotografsiz, savolim shundanki, telefonlar rivojlanyapti. iPhone'lar rivojlanyapti. Shuni fotografiyaga ta'siri bormi, yo'qmi? Ta'siri bor. Ya'ni qanchadir yildan keyin fotograf to'yga deylik, to'yga fotograf chaqirmasak bo'ladimi? Da. Endi aka, yana o'sha narsa, xo'sh. Agar fotograf o'z ustida ishlamasa, ozgincha endi o'z ustida ishlamasa qanaqa? Bu sohani faqat o'sha standartni kadr, ya'ni standart masalan hozir bugun standartni kadr olayotgan, to есть standart chiroq, standart pozirovka, standart egalanib qoladi demoqchimiz. Конечно, to есть u все yopiladi. To есть odamlar bilan qarang, o'zingiz o'ylang. Bizda qanaqa hamma narsa ssenariy bo'yicha shu qayta bu shu narsa bo'laveradi. Agar chiroqlar bilan ishlash, tam yengillik qilmasa odamlar mana qarang, hozir to'ylarni mobilograflar bosib oldi, aka. To'g'risida. Bittasi tanishim mobilografga oldirib oldi to'yini, aka. Yo'q, 216. Nima kerak bor? O'tiraman, operator chaqirib $300. Bitta mobilograf chaqirgan, o'sha 15 Pro Max olgan, ikkita operator to'ylarni syomka qildi. Yo'q, qarang. Men bitta reelslarda ko'rdim. Menimcha mashhur bu fotograflarda qizlar именно kelinni fotosessiya qilayotganda qizlar 15 tacha qiz turib oladi, telefonga rasmga oladi, fotograf bir chetda turadi, aka. Shu to'g'rimi endi? Asab. Nima deymiz endi, aka, bu fotograflarni dardimi deymi, bilmayman. Kimga qanaqa, menga sal og'irroq keladi. To есть qarang, menda zo'r chiqyapti-yu sizdan ko'ra. Voy, aka. Lekin u momentlarni ko'rgandan keyin odam nima deydi? Qo'lingizda 3-4 minglik apparat deylik, tajribangiz bor, fotografiyani o'rgangansiz, bilasiz qanaqa rasmga olishni, kechiga chiqib qo'ying. Ya endi aka, aytamaman, ta'siri bo'ladi. Конечно, aka. Просто bitta narsada hamma o'z ustida ishlamasa, o'z ustida ishlab yengillik qilib, masalan, shunaqa qilsa, olib kirmasa, masalan, telefonda ham olsa bo'ladi-da u narsani, masalan. O'sha narsani olsa bo'ladi. To есть faqat agar shunaqa kadr oling, aka, siz ko'rgan odamlar masalan
qanaqa qopti deb savol tug'ilishi kerak-da. Ishlagan. Mana shuni hisoblayman. То есть ish qilayotganingizda masalan nimadir ish qilsangiz, masalan odamlarni qiziqishtirish, ya'ni intriga bo'lmasa, menimcha hisob emas. То есть уже bilaman degani, уже все, значит, siz устаревший-da. То есть ya'ni siz to'xtab qolgansiz hisoblaymiz. Masalan, agar ish qilyapsiz, masalan, ko'rayotganlar, men bilaman уже bu oson-ku desa, o'ldi hisoblaysiz, o'sha effekt. Xo'p. Chiqayotgan fotograflar deylik yoki umuman fotograflar apparat tanlasa qanchalik to'g'ri? Masalan, deylik, yo bunda yaxshi narsa olib bo'lmaydi, yo bunda yaxshi narsa olib bo'ladi. Ya'ni fotoapparat tanlash. Mana bu narsada, ya'ni o'sha Rossiya bozoriga keladigan bo'lsa, hozirgi kunda ular naborot o'sha VHS plyonkalar qaytishyapti-da, aka. Чтобы понимали. Temasi tushunib qolishda odamlar qanaqadir. Endi aytmanku, ular har doim ustida ishlaydi va shuna harakat qiladiki, men bu telefonda syomka qilayotgan odamlarni kadrlari qila olmasin deydi-da, aytsam. O'sha telefonda qila olmaydi-da, aka, u narsani, masalan. Ular o'sha narsaga qaytyaptiki, nima uchun? U yerda более именно o'shani hayot deydimi, более ko'rgan kadrni masalan o'sha обязательно o'sha savol tug'ilyapti-da. Qanaqa bo'lgan? То есть qanaqa bu bunchalik masalan chiqargan o'sha rasmni, что ko'rgan odam masalan wow deyapti-da. То есть siz masalan klientga любой odamga masalan nimadir sotyapsiz, rasm sotmoqchisiz. Masalan siz nimadir produkt beryapsiz. 4 anaqa bor, 4 qadam bor. Nima uchun sizni narsangizni olishadi, ya'ni o'sha produktingizni olishadi. Foydasi bo'lishi kerak yoki pul olib kelishi kerak yoki vaqtini tejasin, status bersin, pul olib kelsin. Strah, ya'ni qo'rquvlarni yengishga yordam berish kerak. Da. Xo'p, Sunnat aka, sizningcha fotograf uchun eng yaxshi apparat, fotoapparat. Endi bu общий umumiyda fotosurat bilan shug'ullanadigan inson fotograflar uchun kamera endi bilmadim, okey, men to'g'risi agar chiroq bilan ishlashni o'rgansa, o'shani chirog'i ko'ra bo'la olsa, ya'ni chiroq deydi, men chiroq davomida svet deymiz. Svet ko'ra bo'la olsa, menimcha farqi yo'q. Nimada oladi? Farqi yo'q. То есть xo'p, vaqti kelgan. Canon, Nikon, Sony. Men o'zim Canonda ishlayman. 3 yildan beri Canonga ko'proq ishonganim uchun, balki men Sonyga ko'pchilik maqtaydi, yaxshiroq chiqadi deb. Imенно fotoda imенно Canon bo'lsa kerak menimcha. Da. Endi Canon bilan ishlaganimiz uchun Canon. Imенно qaysi modelni ishlatasiz? R6 Mark 2. R6 Mark 2. Hozirgi kunda endi как universal gibrid deylik. O'shaning uchun o'sha sohada. Hop, obyektivlarda eng yoqtirgan obyektivingiz? Elitali. Men ko'proq fix ishlayman. Основной прям faqat fix desam ham bo'ladi. Bitta shirokugolniy obyektivim bor, ko'proq fix harakat qilaman. Fix deganda nima uchun? O'zingiz bilasiz, diafragma degan narsa bor. O'shani ugl degan anaqa narsa ham bor. O'sha ko'proq nur tushsa, o'zi obyektiv qanaqa ishlaydi? Masalan, ko'proq nur tushyapti, o'sha передача цветов, ranglari ko'rishi, более effektivni, более сочный chiqadi. O'shaning hisobiga. Xo'p, deylik, to'y syomkasida, umuman boshqa tug'ilgan kunlarda eng yaxshi esda qolarli vaziyatingiz. Mana shu fotograflikka moslangan holda aytib berishingiz kerak. Voy, aka, endi qiziqarlimi, prikolnimi, qiynalganmi? Yo'q, aka, juda ham ko'p bo'ladi. Yaqin atrofda bo'lish kerak, masalan, mana shu 1 yil ichida. Endi qilayotgan ishingizga masalan o'zingiz rag'batlanasiz-ku. Masalan, men uchun eng pul olib kelish kerak. Yo'q, pul olib kelish mayli. Men oxirgi marta maza qilib o'sha juftlikni to'yini olib berdim-da. To'yini olib berdimki, shunchalik shunaqa bo'lyaptiki, u inson to'y oxiri tugadi. Klient kelyapti, o'zini shundoq nimadirda rahmatini aytyapti-da. Oddiy misol, juda ham rahmat, kattakon. Yoqdi. Endi bilmayman, aka, shunaqa bo'lyaptiki, даже o'qib bering. Kecha
kechagi klientim yozyaptilar bugun. Xo'sh. Nima deyaptilar? Чтобы понимали. Доброй ночи, извиняюсь за то, что так поздно пишу, но хотела выразить вам огромную благодарность за ваш труд. Вы не просто фотографировали, вы задавали всем настроение, помогли невесте войти в образ. В общем, было очень приятно с вами работать. Спасибо. Mana mana shu gap oka bo'ldi. То есть уже mana shu gaplarni eshitgandan keyin motivatsiya прям надо поднять degan narsa o'zida mana shu narsa bo'ladi oka. Klient o'zi endi men oxirgi 1 yillik desam bo'ladi. Shu narsani harakatindaman. То есть maqsad shunaqa bo'lyapti. Ha, отзыв. То есть обязательно to'ydan keyin klient oldiga boryapman. Oka, qanaqa bo'ldi? То есть charchamadingizmi? Обязательно klient oldiga boriladi, klient bilan gaplashiladi. Ya'ni yoqdimi uslugamiz. Ha, то есть endi bir xilda men har kuni endi to'y faqat to'ydan oxirida bo'lmasa ham o'sha usluga akasat qilingandan keyin, то есть tugagandan keyin ertasi kunigami, balkim bir haftadan keyin обязательно отзыв olinadi. То есть nima yoqmadi oka? Qanaqa bo'ldi? O'sha narsa menimcha katta rol o'ynaydi. Klient довольный bo'lsa, sotuvda, marketingda o'zi qayta sotuv degan anaqa bor-da. Masalan, klient chaqiradi. Ikkinchi marta sotasiz-da. То есть o'sha именно o'sha klient masalan, klient deb qachon ayta olasiz? Siz o'sha agar o'sha inson ikkinchi marta kelib, masalan, sizdan o'sha yana sotayotgan masalan produktingiz bo'ladimi, usluga bo'ladimi, o'sha narsani sotsa, u o'shanda klient hisoblanadi-da. O'sha klient masalan referlarning anaqasi, то есть отзывы agar yaxshi bo'lsa, u уже sizga garantiya bera oladi. Masalan, siz o'sha indinga yoki bir haftadan keyin siz 100 talik o'sha klient olib keladi. Xo'p. Sunnatiga mana 7 yillik fotograflik dan kelib chiqib, endi chiqayotgan fotograflarga nima maslahat berasiz? Voy, juda ham maslahat beraman. Iloji boricha o'z ustingizda ishlanglar. Marketing bilan va ko'proq marketing iloji boricha hozir agar men 7 yil oldin o'zim masalan o'zim uchratib qolganimda men o'zimga shunaqa maslahat berardim. Обязательно marketing, ya'ni marketing deganda qanaqa? Личный бренд и sotish uslugasini sotishi. Sotish va o'z ustingizda, ya'ni o'sha sohani fotografiya sohasini chiroqlar bilan ishlashi, kartinkalar bilan обработкаlarni har xil o'rganishni maslahat berardim. И обязательно marketing. То есть ikkalasini masalan bittada ushlasangiz, bitta urinda ushlasangiz, siz 100 talik masalan o'zingizni yaxshiroq narxga va qimmatroqga sota olasiz. Bu bo'lsa ikkalasidan bitta bo'ladigan bo'lsa, juda ham qiyin-da. Qiyin-da. Chunki ishingiz zo'r bo'lsa, marketing bo'lmasa, hech kim bilmasa, ishingiz zo'r bo'lsa-da, uni hech kim bilmasa. Ishlaysiz, ishingiz ko'p bo'ladi. Prosta sizni 50% pulingizni mana o'rtada turgan marketing qilayotgan odam olib ketib qoladi-da. Ya'ni o'rtakash. То есть menda ham ko'p-da tanishlarim, operatorlarim, то есть operator tanishlar, videograf, fotograf tanishlar ko'p, juda ham yaxshi ishlaydi. Prosta u o'sha marketing bilan shug'ullanadigan inson bilan yonida ishlaydi. Marketing bilan shug'ullanayotgan inson, ya'ni o'sha uslugani sotayotgan inson uni katta summasini o'ziga olyapti-da. То есть unga faqat ish haqqini beryapti. Bu kishini qo'lida bo'lib qolyapti-da. Bu kishi masalan o'zini ishini yaxshi qilsa ham, bu kishini og'ziga masalan bu insonni qo'liga qarab qolgan joyi bor-da, shunaqa bo'lyapti. O'sha hisobiga. Xo'p, hozirgi kundagi rejalaringiz? Hozirgi kunda xudo xolasa o'sha 7 yil davomida qolgan hayotim davomida hayot davomida o'rgangan, bilgan sir asrorlar deydimi? O'sha sohalarda xudo xolasa bilimlarni, xudo xolasa o'lish niyatim bor. Keyin kelajakda hozir kurs tayyorlayapmiz. Shu o'zimning sohamizda davom etish, rivojlanish, shogird olish. Endi shogird olishga shoshmayapmiz-ku, chunki o'zimiz hali shogirdmiz. Xudo xolasa o'sish, rivojlanish, dalish bo'lishi deydi-ku. Klient qachon sizga pul to'laydi? Faqat 4 ta sababi bor. Bittasi siz berayotgan mahsulot, ya'ni sotayotgan o'sha uslugingiz u insonga pul olib keladi. Ya'ni o'sha pulni masalan 2 barobar qilib qaytarib oladi. Ikkinchi sababi siz berayotgan uslugingiz yoki produktingiz u kishini
vaqtini tejaydi. Ya'ni o'sha masalan ketkazadigan ko'p vaqt ketkazadiganni siz o'sha bittada hal qilib beryapsiz ishini. O'shani hisobiga masalan bo'ldi, gap yo'q aka deydi, pul to'laydi. Uchinchi sababi u insonga siz masalan qilayotgan mahsulotingiz status beryapti. Ya'ni o'sha inson masalan manfaat ko'ryapti va status deydi-yu. Status shu odamlar har doim pul nerealniy pul to'layotga tayyorda. Oddiy misol o'sha prime yoki luxury soat, mashina. Luxury yoki masalan VIP degan so'zlarni ishlatilgan narsada masalan har doim ko'proq pul to'lanishi nazarda tutiladi-da. To'rtinchi sababi u insonda masalan qo'rquvlari, ya'ni ichki qo'rquvlarni yengishga yordam berasiz. Oddiy misol bir xillar bor, masalan qo'rqinchli kino yoki masalan nimalardan qo'rqadi-da. O'sha narsani masalan ichki qo'rquvlarni masalan siz agar yengib yordam bersangiz, u insonga masalan o'tishga yordam bersangiz, u inson o'zini masalan o'zi bilmay qoladi. Xursandligidan sizga masalan отблагодарить, ya'ni o'sha rag'batlantirishdan qochmaydi. Sunnat aka, umuman fotografiya sohasida ko'p pul beradigan, ya'ni ko'p pul berishga tayyor bo'ladigan klientlarni qayerdan qidirsa bo'ladi? Uni bizani tilda endi uni ruschada платежеспособный deydi, auditoriya deydi. Ya'ni o'sha bizani qilayotgan ishimizda o'zi uchun masalan rag'bat olish, ya'ni o'sha 4 ta aytganimdek 4 sabab bor. O'sha sabablardan masalan bittasini обязательно o'zi uchun olib va pul to'lash. Endi платежеспособный auditoriya hech qachon masalan qayerdan topsa bo'ladi. Endi ko'pchilik o'ylaydi masalan Instagram prokachasi qilaman, o'sha orqasida masalan portfolio qo'yaman. Ko'proq подписчики bor inson обязательно masalan katta syomka aytadi. Yo'q, afsuski men chunki hayotim davomida, karyeram davomida ko'p millionlik blogerlar bilan ishlab ko'rganman. Afsuski yo'q. Hozir уже подписчик hisobga olinmay qoldi, lekin подписка umuman rol o'ynamay qoldi. Boy insonlarni rasmga olmoqchimisiz? Ya'ni o'sha boy insonlar bilan ishlamoqchimisiz? Siz boy insonlarning orasida bo'lishingiz kerak. Ya'ni o'sha boy insonlar qiladigan hobbi, yashaydigan hayotida qanaqadir siz ham o'sha hayotda yashab o'tishingiz kerak desam ham bo'ladi. Ya'ni o'sha muhitda bo'lishingiz kerak. O'sha muhitda, to есть masalan oddiy misol, men siz bilan gaplashib o'tiribman. Biza birga 1 soat masalan gaplashdik-da. Bizani masalan gaplashadigan общий temalarimiz bor. Sizni ham klientingiz bilan общий temangiz bo'lishi kerak-da. To есть siz o'sha inson masalan yashab o'tayotgan hayoti, ya'ni masalan boy insonlar nimani yaxshi ko'radi? Masalan, boy insonlar ko'proq sayohat qilishni yaxshi ko'radi. Chet ellarni yaxshi ko'radi, to'g'ri. Masalan, u qimmat narsalar haqida gaplashib bilish kerak masalan. Endi gaplash kerak, bilish kerak, обязательно deb uning uchun masalan siz kredit olishingiz yoki o'sha hayot yo'q, siz o'sha hayot tarzingizni shunaqa o'zgartirishga tayyor bo'lishingiz kerak-da, menimcha. Yana bilmadim. Endi u ham baribir o'zini ustida ishlashga kirib ketadi. To есть dunyo qarashingiz to'g'ri kelishi kerak-da. Menda ko'proq shu imенно shu narsa menimcha fishka bo'ladi, bilsam bo'ladi. Endi imенно dunyo qarashimiz to'g'ri kelgani uchun va o'sha klientlar topishga harakat qilasiz. Shunaqa bo'ladi. Klientlar bilan plus minus bitta hayotni kechib o'tib qo'yganmiz-da. Ya'ni o'sha bitta muhitda yashaganmiz ham bo'ladi. O'sha dunyo qarashimiz ham masalan bir xil bo'lgani hisobigami, balkim imенно shu kelishib chiqishib ketishimiz juda ham oson bo'ladi. Shuning uchun har doim masalan klient bilan psixolog sifatida gaplashish kerak-da. Nima masalan ko'rdingiz, o'sha narsaga harakat qilib masalan постраиваться qilishga. Shunda masalan общий волна deydimi, bitta volnaga tushib olsanglar, yog'i ketaveradi. To есть u bilan klient bilan ishlash qiyin bo'lmaydi hech qachon. Klient ko'pincha sizni kiyinishingizga, gaplashishingizga, o'zingizni tutishingizga ahamiyat beradi-da. O'sha narsani ko'pchilik bir xilda birinchi o'ringa qo'ymaydi-da. O'sha katta muammo deb hisoblayman. Bizani fotograflarning, videograflarning ichida, chunki o'sha ko'pincha aytishadi-yu, masalan, qayerdan masalan sen u bilan til topishib ketasan, nima uchun sen bilan yaxshi gaplashyapti, men bilan unaqa. Bizda ham insonlarda afsuski shunaqa narsa borki, odamlarni ko'rinishiga qarab gaplashadigan insonlar juda ham ko'p-da. O'shani hisobiga men endi maslahat beraman. Endi ko'pincha o'zimda ham
o'zimda ham ahamiyat berish kerak, обязательно usti bosh. Ya'ni Да. masalan klient oldiga ketyapsizmi, обязательно shunaqa usti bosh соответствовать qilishingiz kerak-da. То есть masalan boy oldiga ketyapsizmi, то есть соответствовать. Ya обязательно siz ham masalan Dolce Gabbana yoki Gucci kiyishingiz shart emas. No, аккуратный bo'lishingiz shart. Bizda shunaqa muammo bo'lyaptiki, shu endi hozir bir xilda to'g'ri, bir xilda forma qilyapti, bir xilda однотипный forma qilyapti. O'shani hisobiga ham balkim uznavaymiz status oshyapti-da. Endi Rossiya bozoriga keladigan bo'lsak, Rossiya bozorida unaqa narsa yo'q-da. Rossiya bozorida shunaqaki, u yerda katta studiyalar yo'q. U yerda в основном shu masalan sizga o'xshab Islom Yo'ldashev deylik, menda masalan Sunnat Saidazov videografi допустим. То есть ular videograf chaqirmaydi-da. То есть ularni shunaqaki, ularda islom keladi. То есть mana syomka qilib beradi. То есть уже klient o'zi taniydi sizni, kimligingizni, qattaligingizni, nimani hisobiga, chunki sizni stilingiz bor, sizni ko'rgan, sizni kuzatgan, то есть to'yiga chaqirishdan oldin shunaqa bo'lgan. То есть sizni nimanidiringiz, masalan, sizni ko'rinishingiz bo'lishi mumkin, sizni gaplashishingiz bo'lishi mumkin yoki sizni masalan o'zingizni tutishi mumkin. Da, endi ko'pincha ko'pincha endi men o'zim ahamiyat berganman, именно shu statusli insonlar ishingizga ham qaramaydi-da, именно o'zingizni tutishingiz, ya'ni o'zingizni manieringiz, o'zingizni masalan stilistikangiz balkim yoqadi. Ha, men o'zim 100 talik именно shu narsaga iqror bo'ldim. Bizani O'zbekistonda ham shunaqa katta chek bilan yuradigan insonlar bilan masalan ularni masalan ishi ham katta rol o'ynamaydi, chunki ularning o'zining lishniy brendi bor. O'zini tutishi boshqacha. Tutishi boshqacha, ya'ni tutishi boshqacha qanaqa? Ular bilan соответствовать qiladi. То есть masalan bitta o'rinda tursa hech qachon siz uni ajrata olmaysiz-da. Ularni shuna talpani ichiga kirib ketadi. Siz ular masalan u fotografligini bilmaysiz-da hamda, rasmga olishdan boshlashdan oldin. Shunaqa inson bo'lish kerak deb o'ylayman. Shunaqa inson deb hisoblayman. Zo'r. Taklif qilganingiz uchun juda ham kattakon rahmat. Anchadan beri bunaqa o'tirib mazza qilib gaplashmadim va sizlarni proyektinglarga omad tilab qolaman. Xudo xolasa bundan ham yaxshi cho'qqilarga chiqishinglarni tilab qolaman. Va xudo xolasa sizlardan undan ham zo'r kontent va juda ham ijodlarni kutib qolamiz. Xullas, ozgina bo'lsa ham qiziqish bergan bo'lsa, ozgina bo'lsa ham ma'lumot bergan bo'lsa, именно fotografiya sohasiga qanaqa kirib kelish bo'yicha ozgina bo'lsa ham ma'lumot olgan bo'lsanglar, biz bundan xursandmiz. Hammaga rahmat. Bugungi podkastimizda Sunnat akamga rahmat deyman va keyingi podkastlarni kutib qolinglar. Keyingi podkastlarda yana ham tajribali, yana ham katta tajribalarga ega bo'lgan videograflar, fotograflarni chaqirishga harakat qilamiz. Qarang,